Родной идеальный. Kabadosida 2 litrlik atmosferli motorli Hyundai Elantra'ni zo'ridan keldi sotuvda. Prosta ko'radigan joyi. Qana qisqalarga ma'lumot beraman. To'liq ma'lumot uchun egalar nomer telefon videosida bo'ladi. Shoshiling, ulgurib qoling. 38,000 $ga sotib olingan idealniy Hyundai Elantra 18,100 $, qilib narx qo'ydik. Yana kelishadigan joyi bor. 17 dyumli chiroyli saka diska, balonlar yumshoq holati zo'r, kuzovchasi o'ynadik, DTP bo'lmagan, qirilgan silgan joyi yo'q. Zatko pult, besqurchi dosib turgan, tanishga urilgan ruxsati ham bor. Tepada lyuki bo'lmasa ham saloncha vashshe komfort. 2 litrlik atmosferli ekonom motor. Yana ekonom hayot. Marhamat, propan kalbasadan ustolovka qilingan, bagajda anchagina joy bor. Bagaj knopkada ochiladi. Salonlar kojini, ko'zalar maxfiy turibdi. Keng salon. Orqasida ham abagrif bor. Poliglarni originali. Oldida ham abagrif bor. Rul abagrif, start, stop, klimat kontrol, mashincha avtomat. Ruchnolar ishladi, barlari go'zal. Monitorlik, mafoncha 43,000 kilometrgan atigi. Aytganimdek 38,000 $ga olingan. 18,100 $, qilib narx qo'ydik. Yana kelishiladigan joy bor. Srochni faqat naqdga. Multirul cruise control ham bor. Salon polni qulay maza qilib minadigan holatda turib. Hujjatdan muammo yo'q, ko'rib tekshirib oling, shoshiling, ulgurib qoling degan joyi maslahatni biri menda.